Hammaga salom jigarlar, sizlar bilan Karol Pesler. Bugungi videomiz yangilanish. Payshanba kuni keladigan yangilanish haqida va bugungi yangilanishlarimiz hozir shu videoda ko'rib chiqamiz. Video qiziqarli bo'lishi uchun videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Unda biz videoni boshladik. Turg'undek bizga qanday taqdim etyapti. Mana bu yerda esa showtime'lar kelgan ekan. Showtime'lar uchun ularni olib bo'lamiz va bizga katta yangilanish Gaucho Ronaldinho Braziliya qiroli deb aytayman. Yaxshi, zo'r creative playmaker ekan. Statistikasini ko'ramiz. Yaxshi. Unchalik zo'r emas ekan-ku. Davlatashil kontrol Bliss Kurler bu kelgan ekan bizga. Bliss Kurler bu Kaka domiran ekan. Bo'ldi. Kakani olishni maslahat bermayman. Musulroq. Kaka Kafu doim yaxshi bo'lgan, lekin statistikasi yaxshi bo'lgan, menga yoqadi. Kafu feelinglari bor. Yaxshiroq tarafi tezligi bor, lekin yakka-makka kurashda yaxshi oladi. Xo'p. Xullas, katta yangilanish Ronaldinho big time karta bo'lib kelgan hozir. Bizga nimalar taqdim etishyapti? Demak, o'tgan safargidek. Agarda biz chirolmasak, bizga berar ekan, tanlab olishga imkoniyat berilgan. O'tgan safar kelgan edi-ku. 22 ta imkoniyatdan chirolmasak, bizga tanlab olish uchun imkoniyat beriladi bitta futbolchini olish uchun. Bular avval eskilar. Mana o'sha pakni ko'rib chiqamiz. Pak National yaxshi, unchalik yomon emas. Alexander Sorlo, Michael Merino, Memphis Depay yaxshi o'ynaydi. Noni Madueke, Christian Romero, Kobel yaxshi o'ynadi. Seflar qildi. Kovacic. Mateo Kovacic. Darvozabon yaxshiroq bo'ladi. Mana. Darvozabon. Qanday darvozabon? Attacking ekan. Defensive emas. Xo'p, statistikalarni bir-birini ko'rsatib chiqaman. Box to box Kovacic statistikasi yo'q, unchalik zo'r emas bo'ladi. Lekin sizlarga bitta anaqa aytib ketaman. Showtime bilan big time'ni odamlar ajrata olmaydi. Masalan, 107lik, 106lik showtime'lar bor. 106lik epiclar, 105lik epiclar bor. 105lik epic bilan 106lik showtime farqi bor. Masalan, 106lik nima desak bo'ladi? Xo'p. Dembele bor. Dembeleni big time ham bor. Big time'ni yaxshi tomoni shundaki, u doim B darajada turadi. B darajada. U showtime esa endi o'yiniga qarab turib o'zgarib ketaveradi. Masalan, bu hafta yaxshi o'ynasa, bu hafta rasvo o'ynasa, 10 darajasi tushib ketadi, o'yinda kayfiyat tushib, umuman o'ynata olmaysizlar. Showtime shunaqa yomon taraflari bor. Xo'p, ketamiz biz yangilanishlarga. Christian Romero Destroyer. O'zi yoshlar ko'rgan foydasi yo'q. Sorloni qo'yamiz, heading bo'lsa kerak. Heading bilan kelgan menimcha, headinglari yaxshi buni bilamiz. Mana bullet header aytdim-ku mana.
Hitting bullet header. Memphis Depay. Deep lying forward. Depay menga pakda eng yaxshi deb o'ylayman. Bilmadim yani ham. Bullet headerga uncha qiziqmayman. Sol control, double touch. Aha. Hildrik. Aha. Long range shooting. Yaxshiroq variant. Xo'p, bizga boshqa yangiliklar kelmabdi va bugun 5 soat 5 mana bular ochiladi. Bu yerdan esa Ronaldoni olganim yo'q. Gihi bilan Budimir tushdi. Hozir o'zi daraja A turganda Vikingga o'xshaydi. Mana bu yerda ham yangilanish. Gnabry kelgan, Gnabry. Sergey Gnabry bo'lsa kerak. Bu yerga futbolchi kelmoqda. Gnabry'ni ko'raylik. Gnabry qayerda Gnabry? Anaqada o'ynasa kerak. Yo Liverpoolda o'ynaydi yoki Bavariyada. Gnabry bu deyolmayman. Tanalini olganmi masalan Tanali yaxshi. Anchorman yaxshi statistikasini ko'ryapsizlar. Mana statistikalar yaxshi. Stamina 82 yaxshi. Racing shot bor. Xullas yaxshi karta. Gnabry unchalik zo'r deya olmayman. O'yinlarga kelmabdi. Yaponiya seriyaga kelmabdi. Yaponiya region. Bizlarni olamiz. Penaltini tepamiz. Pot kartalarni darajalarini ko'ramiz. Qanday Potda kartalar. Pot chiqmaydi endi, pot emas. Harry Kane, Erling Haaland faqat. Aha. Good. Taruzbon Patrick nimadir? Avstraliyalik shunday. Hozircha qolganlari yaxshi. Yaxshi hozircha. Yaxshi. Sari. Ismail Sari. Men bilan harbiy ko'rganim yo'q. Xo'p, jigarlar, yangilanishlarni ko'rib chiqdik, nimalar keldi? Hozircha unchalik ko'p yangilanishlar yo'q. Videogacha ko'rishguncha jigarlar, hali streamlar qilamiz. Streamlarga kirib faol bo'lib turing. Birga o'ynaymiz. Yaqinda endi ko'llarim almashib, shunaqa o'yinlar ham o'ylab topamiz. Streamlarga kiringlar. Mana bu yerda biz Bitcoin 25 coin bilan ko'rish esdan chiqib ketibdi. 50 175 coin olalayotganmiz. Hop. Yana bir bor aytaman. Hamma yangilanishlarni ko'rdingizlar. Xayr, sog' omon bo'ling. Videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Obuna bo'ling.